Alo, assalomu alaykum. Zarafshon shahar elektrik Aktam Jo'rabek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 12:49 oldidagi TP109 dan qisqa tutashuv bo'lyapti. Avariya brigadangizni jo'natish so'raymiz. Ahmedov olim. Ahmedov. Olim. Ahmedov olim. Hozir jo'natamiz. Xo'p. 21:05 da elektroset brigadasiga xabar berildi. 12:49 yerto'lasida gaz hidi chiqyapti-da, shunga avariyani brigadangizni jo'natsangiz. Fuqaro Ahmedov bo'laman. 12-kichik tuman 49-uy yerto'lasida gaz hidi chiqyapti, shuni avariyani brigadangizni jo'nating. Yozib oldingizmi? Ahmedov. Vaqti 21:11 xabar berildi. Xo'sh, elektr xizmati mana 7 minutda yetib keldi. 21:12 soatimiz. Shuni chiqyapti hidi. Shuni ko'ringlar qani? Bo'lib tushunarli. Elektr dispetcher 28-noyabrda o'tgan. 1 yilmi muddati, 6 oy. 6 oy bu. Muddati bor, ha? Bor. Vizual ko'rikdan o'tkazasan. Qizigan, erigan joylari bormi, slavi kontakt joylari bormi? Yo'q, hammasi joyida, ha? Joyida. Moyimizni o'rni bormi? Transformator moy o'rinlari joydami? Yaqinlashmaymiz. 109 deyiladi. Ha. Buni ham moy bor, ha? Terchatgan. Tanishdi nimani o'lchaysiz berdim? Mana shunday sodir bo'lgan avariyalarni bartaraf etishga tayyor bo'lishimiz kerak. Hukumatimiz komissiyasini topshirig'i ham bor.